Rossiyaning o'rmonlarida ham odam zerikib ketdi. Chivinlar ham jonga tegdi ammo. Qani endi biletlar arzon bo'lsa O'zbekistonga borib oilam bag'rida yashasa. Nima gap? Nima diqqat qilib o'ylanib o'tiribsiz? Ha, uyga ketish kerak, bola chaqani sog'indik biz ham. Yo'q. Kakra sizdaqa insonlar uchun Mustafa aviakassasi biletlarni vobshe suttekin qilib olibdi. Yo'q-a? Ha? Anjanga ham olib boram? Nafaqat Anjan aka, O'zbekistonning har bitta viloyatiga olib boradi, Moskvadan. Dokumentim ham yo'qda meni. Dokumentingiz yo'q bo'lsa, sizdaqa odamlarni, dokumenti yo'q insonlarni o'zlari kutib olib aeroportda, o'zlari olib kirib, samolyotga Milisadan qo'rqaman-da. Milisalar chepuxa u insonlarga, ishonavering. Yo'q-a? Olib kirib o'tkazib, duo berib chiqarib boryapti ekan. Nomerini bering, asoda nomeri. Kakras nomeri ham bor-da. Mana shu nomerini chiqarib qo'yaman. Qadrdonlar, sizlar uchun ham bu tavsiya. Kim Rossiyadan O'zbekistonga, O'zbekistondan Rossiyaga uchmoqchi bo'lsa, bemalol shu aviakassalarga telefon qilinglar. Eng ishonchligi bo'lib turibdi, eng arzoni bo'lib turibdi, suv tekini bo'lib turibdi. Mustafa aviakassalari. Aloqaga chiqinglar. Kvartirada narsalarni yig'ishtirib keldi. Bo'ldi. Bemalol telefon qilaverasiz. Xo'p. Sizlar ham telefon qilaveringlar. Assalomu alaykum azizlar, sog'liksizlar, salomatmisizlar, charchamasizlar azizlar. Xudolar sutgan aeroport amal etyapmiz. Passajirlarimiz bor edi, kuzatgani kelganmiz, chiroyli qilib. Aka, xizmatlarimiz sizga yoqyaptimi? Ha, yo'q. Hamma chiroylimi? To'tdimi aka? Zo'r. Adresingizdan olib, olib kelib, chiroyli qilib kuzatib bordik aka. Mustafa gruppasiga omad tilaymiz. Qolganlarga ham shu taklifni Tavsiya qilasiz. tavsiya qilamiz. Xudo xolasa, akamizni ukasini yana 3 ta she'rlarni o'zimiz jo'natganmiz, chiroyli qilib. Xolos, aka. Yaxshi, hammasi zo'r gap yo'q. Azizlar, yana kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, shu pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Mustafa aviakassasi sizlarga xizmat qiladi. Yaqin davrada akamiz borlar, o'zlari ham xonadon tarafda ustoz san'atkor qadrdon akamiz Ahror aka Usmonovning bitta qo'shig'i bor. Qo'shig'ini biz Rossiyada bir to'yda birgalikda kuylaganmiz. Men o'zim yaxshi ko'raman shu qo'shiqlarni. Qo'shiq nomi Aqling bo'lsa. Shu qo'shiqni ijro etib bersam agar ruxsat bersanglar, o'zimga yoqadi bu qo'shiq. Aqling bo'lsa, yaxshilarga hamdam bo'l. Ahmoq o'zim nomi bilan yor ayla. Shuni oshiqlar hijronda yor jamolim. Bir ko'rsam deb kecha kunduz zor ayla. Shuni oshiqlar hijronda yor jamolim. Bir ko'rsam deb kecha kunduz zor ayla. Sasidan qolibman darda, ko'ngil orom topmas bir pinhon yerda. Nomard g'ussasidan qolibman darda, ko'ngil orom topmas bir pinhon yerda. Moli ko'p deb mehmon bo'lma nomardga.
jo'mard faqir bo'lsa hamki bor aylar moli ko'p deb mehmon bo'lma nomardda jo'mard faqir bo'lsa hamki bor aylar nomard o'zida barcha so'z aytar nodon esa haqiq tanovul tortar mard yigit mol topsa himmati ortar nomard esa haqiq tanovul tortar maxtum quli endi o'zingni ko'zla yaxshini ta'riflab yomonni tuzla maxtum quli endi o'zingni ko'zla yaxshini ta'riflab yomonni tuzla oz yeb oz uxlagin yana oz so'zlab oz yeb oz uxlagin yana oz so'zlab ko'p so'z oxir el ichinda xor aylar aqling bo'lsa yaxshilarla hamdam bo'l ahmoq o'zin nodon birlan yor aylar chin oshiqlar hijronda yor jamolim bir ko'rsam de kecha kunduz zor aylar